Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Islom Makhachev: Dog'istonliklar hech qachon bir-biri bilan jang qilmaydi. UFC'ning yarim o'rta vazn toifasidagi 77 kg-gacha chempioni Islom Makhachev dog'istonlik jangchilar amal qiladigan muhim qoida haqida gapirib berdi. Islomning aytishicha, ular har qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar hech qachon bir-biriga qarshi jang qilmaydi. Yo'q, albatta biz hech qachon bir-birimizga qarshi jang qilmaymiz. Ko'p yillar davomida birga shug'ullangan odam bilan qanday qilib jang qilishingiz mumkin? Masalan, ko'plab mashg'ulotlar lagerlarida Shanko Magomed Zaynuddinov Usmon Nurmagomedovning lageriga keladi. Unga yordam beradi. Yaxshi raundlar o'tkazadi. Usmon esa o'z navbatida uning yig'inlariga borib, yordam beradi va yaxshi raundlar o'tkazadi. Shundan keyin qanday qilib bir-biringizga qarshi jang qilishingiz mumkin? Habib chempion bo'lganida men u bilan hech qachon jang qilmasligimni darrov tushunganman. Bu shunchaki sodir bo'lishi mumkin emas edi. Men bu sport bilan shug'ullana boshlaganimda Habib birinchi kundanoq menga yordam bergan. Biz qanday qilib bir-birimiz bilan jang qilishimiz mumkin? Gap hatto do'stlikda ham emas. Biz hammamiz aka-ukalarmiz. Klubdoshlarimiz uchun bir-biriga qarshi jang qilishining iloji yo'q, dedi Makhachev Demetrius Johnsonga bergan intervyusida. Bu paytda bo'lsa, Yan Machado Gerining Islom Makhachev ustidan muddatidan avval g'alaba qozonishini bashorat qilgan ikkita vazn toifasida sobiq UFC chempioni Conor Makgregor jangdan keyin yana hamyurtiga messaj yo'lladi. Conor chempionlik jangida yutqazgan vatandoshini qo'llab-quvvatladi. Chempionlik mentaliteti deb yozdi. Conor Geri jang yakunlari bo'yicha o'z fikrlarini bildirgan videoga izoh qoldirar ekan. Xususan, e'lon qilingan videoda irlandiyalik yarim o'rta vazn vakili do'sti va jamoadoshi Charles Oliveira misolida mag'lubiyatlar hech narsani anglatmasligini tushuntirib aytganini aytdi. Shuningdek, Geri muxlislarga albatta qaytishi va hali UFC chempioni bo'lishini va'da qildi. Filadelfiyada bo'lib o'tgan UFC 330 turnirining markaziy jangi oldidan Makgregor Gerining Makhachevni boshiga tepib, high kick nokaut qilishini taxmin qilgan edi. Biroq aynan rossiyalik sportchi ikkinchi raundda raqibini aynan shu zarba bilan nokaut holatiga tushirib qo'ydi. Ayni paytda Ramazon Temirov doping tekshiruvidan o'tdi. Bu haqida sportchining o'zi ma'lum qildi. O'ta yengil vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov bo'lajak jangi oldidan doping sinovlarini topshirishni boshladi. U o'zining Instagram sahifasiga quyidagi suratni joylab, uni shunday izohladi: "Doping nazorati Qashqadaryoga ham izlab keldi", deb yozib qoldirdi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Ramazon Temirovni yaqinlashib kelayotgan jangida qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Ramazon Temirov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu paytda bo'lsa, o'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyevning jangiga ham oz vaqtlar qolmoqda do'stlar. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev o'zining rasmiy Telegram kanalida mashg'ulotlardan videolar, suratlar joylab bormoqda do'stlar. Aynan mana shu surat, videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Nursulton Ro'ziboyevning rasmiy Telegram kanaliga o'ting. Rasmiy Telegram kanaliga o'tmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Nursulton Ro'ziboyevning rasmiy Telegram kanali kelib chiqadi. Kanalga o'tib qo'shilib qo'ying do'stlar. Ushbu kanalda hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning mashg'ulotlaridan videolari va rasmlari joylab boriladi va hamyurtimizning rasmiy kanali do'stlar. O'tib qo'shilib hamyurtimizga bizning O'zbek MMA'ning aktivini ko'rsatib qo'yasiz degan umiddaman. Bu paytda bo'lsa, hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga raqiblik qiladigan Michael Page rasman intervyu berdi va hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning shunchaki birinchi raund yakuniga qadar tugatib qo'yishi to'g'risida fikr bildirdi. Uning gaplari: "Nursulton Ro'ziboyevning janglarini yetarlicha kuzatdim va uni shunchaki yanchib tashlashim mumkinligini tushunib yetdim. Men u bilan istalgan ishni qila olaman, graundda ham, stokada ham, va uni birinchi raund yakuniga qadar tugatib qo'yaman. Bu mening taxminim va bunga shubham yo'q", deb aytib o'tgan Michael Page. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Michael Page haqiqatan ham hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevni mag'lubiyatga uchrata oladimi yoki Nursulton Ro'ziboyev shunchaki uning ovozini o'chirib qo'yadimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qadrli do'stlar, mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.